Hammamizga ma'lumki, bugungi kunda atmosfera havosining ifloslanishi bu global muammoga aylanib, juda dolzarb masala bo'lib qolmoqda. Aynan havo ifloslanishi buni manbalari bir necha turlarga bo'linadi. Bu ya'ni tabiiy va antropogen. Bu yerdan ko'rishimiz mumkin, aynan hududlarni joylashuviga qarab antropogen yoki tabiiy ifloslanish bilan bog'liq bo'lgan hududlarga bo'linadi. Ya'ni bu yerda mana antropogen omillarga sanoat, yoqishdan, transport va qishloq xo'jaligiga o'xshagan manbalardan chiqayotgan ifloslantiruvchi manbalar, bular antropogen deb ataydigan bo'lsak, aynan mana shu hududlarga yaqin joylashgan shahar yoki qishloq hududlari bu antropogen ifloslanish kuzatiladi bu hududlarda. Agar bu cho'l hududlarida yoki ochiq hududlarda sanoatdan uzoq bo'lgan hududlarni ko'radigan bo'lsak, bu hududlar masalan mana chang ko'tarilishi natijasida yoki mana dengiz hududlariga yaqin bo'lsa, bu dengizdan ko'tarilayotgan tuz yoki boshqa ifloslantiruvchi moddalar bilan ifloslanishi mumkin. Bu hududlarni biz tabiiy ifloslantiruvchilar deb atashimiz mumkin. Bular bir-biridan nimasi bilan farq qiladi? Mana biz ko'rishimiz mumkin, mana bu rasmda aynan mana shu manbalardan chiqqan ifloslantiruvchi moddalarning morfologik tuzilishi ko'rsatilgan. Masalan, mana birinchi rasmda ko'rishimiz mumkin, bu chang moddalarining tuzilishi. Ikkinchisi bu avtomobildan chiqadigan moddalarning tuzilishi. Uchinchisi bu tuzlarni va to'rtinchisi kuldan chiqqan moddalar va beshinchisi gulchanglari. Bundan ko'rishimiz mumkin, barchasi turli xil ko'rinishga ega. Bu turli xil ko'rinishi, turli xil morfologiyani berdimi, demak bu insonga ta'siri ham turlicha bo'ladi. Bugungi kunda shahar havolarining ifloslanishi bu aynan mana bu avtomobil, kul va boshqa shu kabi antropogen ifloslantiruvchi moddalar bilan ifloslanishi juda yuqori konsentratsiyada ega bo'ladi. Cho'l va dasht hududlarini oladigan bo'lsak, uni geografik joylashuviga qarab biz ya'ni sanoat zonasidan uzoqligini va geografik joylashuviga nisbatan uni aytishimiz mumkinki, bu hududlarda tabiiy ifloslantiruvchilar bilan, ya'ni chang bilan ifloslanish yuqori bo'ladi va bu changlar antropogen ifloslantiruvchilarga nisbatan insonga va tabiatga zarari birmuncha kamroq. Ya'ni cho'l hududlarini biz respublikamizga misol keltiradigan bo'lsak, bu hududlar Qoraqalpog'iston, Xorazm va Buxoro viloyatlarini biz olishimiz mumkin. Bu hududlarning geografik joylashuvi tabiiy, ya'ni cho'l hududlarga yaqin bo'lganligi uchun ham, ya'ni o'sha cho'llardan ko'tarilayotgan chang va qum bu hududlarda konsentratsiyasi yuqori hisoblanadi. Bugungi kunda atrof muhitning ifloslanishi, jumladan atmosfera havosining ifloslanishini oldini olish bu barchamizning qo'limizda. Barchamiz birgalikda ishlasak, albatta bu ifloslanishlarni kamaytirishimiz mumkin. Jumladan biz qaysi hududda va qaysi sharoitda yashashimizga qarab turlicha choralarni qo'llashimiz mumkin. Masalan, bu cho'l hududida yoki tabiiy antropogen ifloslanish bilan bog'liq bo'lgan hududlarda biz yashil qoplamalarni ko'paytirishimiz, daraxtlar ekishimiz va shu kabi tabiiy choralarni qo'llashimiz mumkin. Shahar hududlarida yashaydigan aholi va jamoa antropogen omillarni keltirib chiqaradigan manbalarni imkon qadar kamroq foydalanish, jumladan avtomobildan emas, balki jamoat transportidan foydalanish, iqtisodiy va energiya samarador bo'lgan qurilmalardan foydalanish va shu kabi bir qancha o'z hissamizni qo'shishimiz mumkin va bu orqali biz shu kabi chora va tadbirlarni birgalikda amalga oshirish orqali insonlar tomonidan atmosferaga yetkazilayotgan zararni bir muncha kamaytirish imkoniyatiga ega bo'lamiz.